Assalomu alaykum. Gaza bloklarimizni kesish jarayonidamiz. Mana shunaqa qilib ochamiz. Yetilgan holati. Ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman. 550 marka semen ishlatiladi. Shunaqa qum ishlatiladi. O'zini kichik ximikatlari bo'ladi. Keyin mana shunaqa qilib yetilagi kesib chiqiladi. Hozir qanday kesishni ham ko'rsataman. Bachog'imiz suv turadigan issiqligi 70-80 gradus issiq suvda quyiladi. Kesish jarayoni. Shunaqa qilib kesib chiqishlar. Xohlagan razmerda kessa bo'ladi. 11, 12,5, 15, 20, 25 razmerlarda. Shunaqa tarzda chiqadi. Keyin buni orqasidan arra solib chiqiladi. Juda ham mayda ish. Shunaqa qilib orqasidan arra solib chiqiladi. Bu nimaga arra solib chiqishimiz sababi tros egilganda o'rtasini kesa olmaydi. Shuning uchun orqasidan arra solib chiqiladi. Keyin tashqariga olib chiqamiz. Shunaqa holatga keladi gaza bloklarimiz. Kimga shunaqa gaza blok kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Ekranda nomer qoldiramiz. Inshaalloh sifatli qilib yetkazib beramiz. Manzilimiz Namangan To'raqo'rg'on. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz, xudo xolasa. 16 ming so'mdan aloqaga chiqarasizlar.